Salom hammaga. Bu mening birinchi open pack videom bo'ladi. Bo'lmasa qani videoni boshladik. Xo'p, bo'lmasa bizga yetadigan olmoslar bor. Extra timer yig'amiz. Video davomida Prezontor Messini sotuvga qo'yib qo'yganman va ligaga kirsak, tekinga ikkita drive-ni ham olib olamiz. Xo'p, tekinga bergan ikkitani ham open case qilib ko'ramiz. Qani. Mo'charka. Xo'p, hozircha bittalik ochib turamiz. Qani. Xo'p, yangi narsa tushyapti. Qani ko'raylik nima bo'larkan. Hattoki aylanmadi ham, mana unda ikkinchisini ochib ko'ramiz. O, yana dizida yo'q narsa tushyapti. Bunisini ham ko'raylikchi. Xo'p, 112 tushdi. Endi qolgan olmoslarga ham drive olib open pack qilamiz. Xo'p, birato'la bittada 5 ta olamiz. Xo'p, buni boshladik. Bitta bo'lsa ham Prison 6, Prison 7 tushib qolar qani. Bugun FIFA chota bergisi kelmayapti bizga odamlarni. Har safar bizga yangi igrok tushyapti, lekin bitta ham aylanmayapti. Qani buni ko'raylik. U aylandi. Argentina, Messi, Sap, Como, Nico Paz, Nico Paz. Mayli, zo'r. Xo'p, bu safar yozuvchi qilmadi. Menimcha bir past igroklarni bersa kerak. 8 mana. Yana shuni beryapti. O, bu safar aylandi. Qani ko'raylik. Nima chiqarkan qani. Aylanmayapti ham. 8. Drive ham bir dona qoldi. Qani agar yaxshi igrok tushmasa, o'sha extra time'ga o'tib ketamiz. Sizlarga maslahat beraman, bittalik ochmaydi. Bittaga 5 mingtagina olmosimiz qoldi. Qani ularga ham ochib ko'raylik. Xo'p, bunisidan ham yozuv chiqmadi, yangi ko'p degan. O'sha bu o'yinchi hat-trick bordi, bilmadim qolgan ekan. O'sha Messi sotilibdi, pulni yig'ib olamiz va uni puliga 101 igroklarni olib extra time tikamiz. Bo'ldi, hamma igroklarni olib chiqdim, endi extra time tikamiz. Ketdi. Xo'p, 44 minut extra time bo'ldi. Qani oshga ketdi. Xo'p, bunda extra time'da 113 dan 115 gacha bo'lgan paklardan ochamiz. Xo'p, tusharkan qani. Birinchisi Cristiano Ronaldo, so'ng Kimmich zo'r. Lekin zo'r emas, mayli. Son bilan Kimmich bo'lmaydi, shuning uchun mayli Cristiano'ni olib qo'yaveramiz. Xo'p, endi qolgan 12 minut extra time'ga 4 minutlikdan ochib tashlaymiz. Xo'p, qani. Eng kattasi 109 bo'lmaydi. Yana ochib ko'ramiz. Qani bu safar kattaroq tushsa, u xatya Prison 3 bo'ladi, mayli. Yaxshi. Yana 2 martalik qoldi. Xo'p. 110 Talisco. Bu ham yaxshi futbolist bo'lgan. Benficada ancha zo'r o'yin ko'rsatgan. Qolganini ochamiz. Xo'p. Osoroline, Marquez. Osoroline olamiz, Prison 1. Qolmadi eksatang. Proseslar aylanishini ko'rib mazza qilinglar. Bularni barchasini extra time'dan yig'dik. Endi bitta drive uchun 10 ta odamni tikib qo'yaylik, chiqadi. Yaxshi yo'lib chiqib qolaman ekan. Xavatiga bittadan yetmayapti. Hozirni ham topib kelamiz. Xo'p, 4 minut extra time topdik. Endi mashina ochib ko'raylik. Qani, bitta 4 igrok tushsin. O'yinni ko'rganimiz zo'r. Bitta drive olamiz.
xarajatlarga yarasha bitta bo'lsa yaxshi guruh tuzsa to'g'ri bo'lardi. Qani. FIFA oldim senga 113 berib yubordim menga. Bo'pti, mana Carles Puyol pakni ochib ko'ramiz. Biraz uch xavi tushdi. Unchalik omadli bo'lmadi bu safar paklar. Hop, endi bilmaganlar uchun galereyaga Portugaliya keldi. Hozir kirib ko'ramiz. Zo'r qilib. Mana Portugaliya galereyasi. Cristiano Ronaldo, 1200 Schwarz, Pacheco, Joao Felix, Cancelo bo'la ketdi, yaxshi. Hop, bitta o'yinni ham o'ynab chiqdik. Bularga ham olsa bo'lar, qani ko'ramiz. Hop, mana ichida eng yaxshi 5 ta. Hop, bu meni birinchi videom edi. Xayr, yana ko'rishguncha deb qolaman. Obuna bo'lishni unutmang.